Audio Jungle. Audio Jungle. Tramp improvizatsiya qildi. Oq uy nazoratni yo'qotdi. Bayonotlar tizimi izdan chiqdi. AQSh prezidenti Donald Trampning maslahatchilari unga ommaviy axborot vositalariga o'ylab o'tirmay intervyu berishni kamaytirishni tavsiya qilmoqda. Chunki bunday suhbatlar uning bayonotlari ziddiyatli ekanini yana bir bor namoyon etadi deya xabar berdi Wall Street Journal gazetasi o'z manbalariga tayanib. Nashr manbalariga ko'ra, Trampning yaqin safdoshlari unga matbuot bilan kamroq muloqot qilishni bir necha bor maslahat bergan. Amerika yetakchisi ma'lum muddat ularning tavsiyasiga amal qilgan, ammo keyin yana avvalgi odatiga qaytgan. Qayd etilishicha, Tramp gohida Oq uy matbuot kotibi Karoline Levittni hazil tariqasida chalg'itib, jurnalist bilan suhbatlashgani va unga muhim yangiliklarni aytganini, Levitt esa bu haqda keyinroq nashrdan bilib olishini ta'kidlagan. Shuningdek, Tramp Truth Social tarmog'ida postlar e'lon qilishda ham muntazam ravishda improvizatsiya qiladi. Masalan, 7-aprel kuni Eron sivilizatsiya sifatida yo'q bo'lib ketishi mumkinligi haqidagi tahdidli xabar uning milliy xavfsizlik rejasining bir qismi bo'lmay, o'z to'qimasi edi deya ma'lum qilgan AQShning ismi oshkor etilmagan rasmiysi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump 16-aprel kuni Eron bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuvga yaqin orada erishishiga ishonch bildirib, buning uchun Pokistonga tashrif buyurishi mumkinligini istisno etmagandi. So'nggi vaqtlarda Donald Trump Eron bilan urush borasida bir necha bor keskin bayonotlar berib, keyin jamoatchilik orasida katta aks-sado va tanqidlarga sabab bo'ldi. Uning ritorikasi ko'pincha an'anaviy diplomatiya chegaralaridan chiqib, to'g'ridan-to'g'ri tahdidga o'xshab qolardi. Xususan, u Tehron AQSh talablarini bajarmasa, butun bir sivilizatsiya halok bo'lishi mumkin aytgan. Shuningdek, yon berishdan bosh tortgan taqdirda do'zax olovi yog'ilishidan ogohlantirgan edi. Shu bilan birga Tramp infratuzilmaga zarbalar berilishi mumkinligini aytib, hatto Eronning barcha elektr stansiyalarini yo'q qilish ehtimoli haqida ham gapirgandi. Isroil keyingi oy boshida G'azoda kuchli janglar yangi bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Isroil G'azo sektorida urushning yangi, yanada keskin bosqichiga kirishga amalda tayyor turibdi. Bu qarorning asosiy sababi Hamosning qurolsizlanishdan qat'iyan bosh tortayotgani va tinchlik muzokaralarining boshi berk ko'chaga kirib qolganidir. So'nggi haftalarda AQSh boshchiligida ishlab chiqilgan tinchlik rejasi doirasida Hamosdan barcha og'ir qurollarni topshirish talab qilindi. Ammo tashkilot bu shartni hech qachon qabul qilmaymiz deb rad etdi. Bu rejaga ko'ra G'azoda urushni tugatish uchun bosqichma-bosqich demilitarizatsiya, ya'ni barcha qurollarni yo'q qilish, tunnel tizimlarini buzish va hududni xalqaro nazoratga topshirish kerak edi. Ammo Hamas bunga rozi bo'lmayapti, chunki ular Isroil to'liq chekinmasdan turib, qurol tashlashni o'zlari uchun xavf deb hisoblaydi. Aynan shu qarama-qarshilik sabab hozirgi sokinlik aslida vaqtinchalik tanaffus bo'lib qolmoqda. So'nggi kunlarda ham G'azoda zarbalar davom etmoqda. Hatto sulh muzokaralari ketayotgan paytda ham Isroil havo hujumlari oqibatida odamlar halok bo'ldi. Isroil rahbariyati esa bu vaziyatni boshqacha ko'radi. Ular uchun asosiy maqsad Hamosni butunlay yo'q qilish. Shu sabab, agar diplomatik yo'l ishlamasa, harbiy bosim maksimal darajaga chiqariladi. Tahlilchilarga ko'ra, Isroil allaqachon keng ko'lamli quruqlik operatsiyasi, G'azo ustidan to'liq nazorat o'rnatish va uzoq muddatli harbiy mavjudlik variantlarini ko'rib chiqmoqda. Yana bir muhim nuqta, Isroil ichida ham sabr tugab bormoqda. Harbiy doiralar Hamosni oddiy siyosiy kelishuv bilan qurolsizlantirish deyarli imkonsiz deb hisoblaydi. Ularning fikricha, faqat doimiy harbiy bosim orqali bu guruhning qayta tiklanishini to'xtatish mumkin. Shu bilan birga xalqaro sahnada ham bosim ortib bormoqda. Yevropada millionlab odamlar Isroilga qarshi sanksiyalar talab qilmoqda. Bu esa urushning siyosiy narxi oshib borayotganini ko'rsatadi. Natijada hozirgi vaziyat juda xavfli burilish nuqtasiga kelib qolgan. Agar Hamas qurolsizlanmasa, Isroil katta hujumni boshlashi mumkin. Agar hujum boshlansa, bu urushning eng og'ir bosqichiga aylanishi ehtimoli yuqori va bu safar janglar qisqa emas, balki uzoq davom etadigan to'liq nazorat uchun kurashga aylanishi mumkin.